Sevgilim nima qilib turibdi bu yoqda, ha? Qashqadaryoga ketammi? Aytib qo'yding-da, qarama. Biz Qashqadaryoga yo'l oldik. Mana endi men Sirdaryoni aylantirdim. Ko'rdi Sirdaryoni. Bir Qashqadaryoni ham bir ko'raychi, ha? Qashqadaryoni insonlar meni qanday kutib olar ekan, ha? Menga qiziq-da bu narsa. Go'sht bilan kutib oladi. Chunki qashqadaryoliklar go'shtni juda ham yaxshi ko'radi. 70-75. Eng qizig'i dadam bilan birga ketamiz. Dadalari shu yerdalar mana. Bu yerda mashinani zaradkasini to'ldirib turibdilar. Lekin hali dadalariga aytganimiz yo'q. Qachon aytamiz endi? Bilmadim. Yo'q, ikkalamizni to'yimizni tezroq qilish kerak. Odamlar bizni xuddiki piar deb tashyapti-da, men hayronman shunga. Lekin piar emas, bu haqiqat. Bu haqiqat. Jigarlar, nima qilamiz? Bir anaqa beringlar, dadalari shu yerda. Bu tushunmayman hozir. Nima deymiz-a? Bu narsa deb Bilmadim. Menimcha bu videoni ko'rsalar, bu videoni ko'rsalar to'g'ri o'ldirsalar kerak. Aytaman. Men bilasizlar. Baba qanday zerikmayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Zo'rmi? Biz Qashqadaryoga ketyapmiz jigarlar mana. Rahmat. Bobom bilan inshaalloh. Zatka necha foiz bo'lib qoldi? 60. 60%. 100% dan keyin biz Qashqadaryoga yo'l olamiz, ha? Zo'r, davay. Qachon aytishimizni bilmaymiz, a? Uni bilmadik lekin biz Qashqadaryoga yo'l oldik, bizni kutinglar jigarlar.